Zulayho xonimga salomlar bo'lsin. Sen meni qulim ekanligingni bilasan. Bu to'g'ri. Bilasanki, qul o'z bekasiga bo'ysunishi kerak. Men qachondir sizga itoatsizlik qilganmidim? Bugun ham menga itoat qilishing kerak. Buyuring, nima qilay? Men o'zimni senga bag'ishlamoqchiman. Men Allohdan panoh topaman. Mendan nima istaysiz? Xiyonat qilishnimi? Men sizga itoat qilaman dedim. Lekin xiyonat itoatkorlik degani emas. Mendan nima istaysiz? Seni istayman dedim. Turmush o'rtog'ingiz ko'p yillardan beri menga mehribonlik qilib yuqori lavosim berdi. Endi siz unga xiyonat qilishimni xohlaysizmi? Men ham senga mehribon bo'ldim. Siz va turmush o'rtog'ingizdan minnatdorman. Menga qilgan mehribonchiligingizga xiyonat va gunoh bilan javob berishimni kutyapsizmi? Sen mendan qarzdorsan. Senga ko'rsatgan yaxshiliklarimga javob berishing kerak. Qul sifatida menga itoat qilishga majbursan. Sizni menga mehribon qilgan zot mening yolg'iz Allohim edi. Sizdan ko'ra ko'proq unga qarzdorman. Senga yetishish uchun izzatimni yerga urdim. Bu niyatimdan voz kechmayman. Aslo voz kechmayman. Men esa oriyat va g'ururimni o'tkinchi lazzatga almashtirmayman. Bu sir ikkimiz o'rtamizda qoladi. Qanday qilib buni Allohdan yashira olamiz axir? Sen o'z xudoyingdan qo'rqayapsanmi? Men ham undan uyalaman. Bu muammoni yechimi oddiy. Uni ko'zlarini yopib qo'yamiz. Meni kechir, buyuk Ammon. U endi bizni gunohimizga guvoh bo'la olmaydi. Men qudratli, hamma narsani ko'ruvchi va eshituvchi Allohdan qo'rqaman. Bir parcha metal haykalchadan qo'rqish ahmoqlik va kaltafahmlikdan boshqa narsa emas. Sen meni ahmoq va kaltafahm deb atayapsanmi? Men siz kabi yuzlab odamlarni oyoqlarim ostida ezg'ilayman. Sen hatto otlarimni go'ngini tozalashga ham loyiq emassan. Shunda sen buyuk Amonga sig'inishni ahmoqlik belgisi deb hisoblaysanmi? Men senga buyruq berdim va uni bajarasan. Aks holda seni shu yerga dafn ettiraman. Men sizga yolg'iz Allohimning buyrug'ini buzmaydigan darajada itoat qilaman xolos. Bo'ldi. Eng yaxshi javob uni jazolash va ayni shunday javob qaytarishdir. Qattiq jazolash uni nafs va g'aflat uyqusidan uyg'otadi. Ey Allohning payg'ambari, bu Allohdan kelgan vahiydir. Biz seni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz. Zulayhoni jazolama, unga qo'l ko'tarish bilan javob qaytarma. Aks holda u bir necha daqiqadan so'ng Yusuf men uni xohishiga bo'ysunmaganim uchun meni zo'rladi deb aytadi. Shunda sen aybdor bo'lasan. Bu shaytonning tuzog'idan eshikka tomon qoch.
Ey Allohning payg'ambari, bu Xudodan kelgan xabardir. Eshik tomon qoch. Eshik tomon qoch. Qochishni iloji yo'q. Sen itoat qilishga majbursan. Menimcha bu yerdagi vaziyatni kimdir tushuntirib berish kerak. Eshitaman. Kim tushuntiradi? Kim? Holimizga voy. Ko'ryapsizmi? Mehribonligimizga qanday javob berishmoqda? Xotiningizga qanday munosabatda bo'lganini ko'rdingizmi? Rafiqangizni nomusini toptamoqchi bo'lgan kishi uchun eng og'ir qiynoq va qamoqdan boshqa qanday jazo bor? Yo'q, Zulayxoning o'zi menga ishqiy munosabat taklif qildi. Men Yuzarsifning Zulayxo xonim oldiga g'arazli niyatda kirayotgani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hojam, bilaman. Sizga qanday isbot ko'rsatsam ham menga ishonmaysiz. O'z sharafingizni saqlab qolish uchun ham rafiqangiz foydasiga hukm qilasiz. Hech kim Zulayxo xonimga qarshi guvohlik berishga jur'at ham eta olmaydi. Chunki ular Zulayxoning g'azabiga uchrab, hayotlarini tahlikaga qo'ymaydi. Meni quyushqondan chiqarma. Aybdorni topishim uchun dalil va guvoh kerak. Aybsizligim uchun na dalilim, na mening foydamga guvohlik beradigan xizmatkorim bor. Unda aybdorsan. Buning uchun jazolanishing kerak. Men sadoqatsizlikda ayblanib bo'ldim. Lekin men sizga haqiqatni aytdim. U meni yoniga chaqirib, yo'ldan urmoqchi bo'ldi. Meni Allohdan boshqa guvohim yo'q. Sen Zulayxoni yotoqxonasiga kiribsan. Karim amo bunga guvohlik berdi. Zulayxo xonim aybdor ekanligini hamma biladi, lekin kimni ham guvohlik berishga jur'ati yetadi. Guvohing bo'lsa chaqir, gapingni isbotlasin yoki Mening Robbim hammasiga guvoh. Va meni yolg'iz qoldirsa, u menga juda qiyin sinov bergan bo'ladi. Siz bu qulning gaplariga ishonmaysiz, to'g'rimi? agar aybsizligingni isbotlay olmasang, hozirni o'zida qatl etilasan. Hojam, saroy yo'lagida Yuzarsif kelayotganini ko'rdim. U avval siz, hozir ovozi eshitilayotgan chaqaloq Kissin bilan biroz o'ynadi, keyin 7 eshikli xonadan o'tib, eshiklarni qulflab oldi. Men xonamda dam olayotgan edim. Keyin u tepamda turganini ko'rdim. Baqir-chaqir qilib yordam so'radim. U esa qochib ketdi. Rodamonni bu yerga chaqiring.
Yuzarsif bu yerda jazolanishi kerak. Yo'q. Yo'q. Meni guvohim bor. Qani u? Kim guvohlik beradi? Hoziroq shu yerga chaqir. Albatta. Men hozir na meni taniydigan va na Zulayho xonimdan qo'rqadigan bir guvohni chaqiraman. U gapini to'tiqush singari gapiradi. Faqat kimga qarshi yoki kimga yon bosayotganini ham bilmaydi. U Zulayho xonimning qarindoshi. Uning guvohligi shubhasiz xonim foydasiga bo'lishi kerak. U kim? Jazolanishdan oldin uni bu yerga chaqiring. Mening guvohim shu yig'layotgan chaqaloq. Meni masxara qilyapsanmi? Siz uchun qilgan barcha xizmatlarim haqqi o'sha bolani bu yerga olib kelishingizni so'rayman. Chaqaloq guvohlik beradimi? Meni ammavachchamni bolasimi? Muammo yo'q. Ayting, uni olib kelsinlar. Putifar hojamizga salomlar bo'lsin. Sitenen meni ammavachcham va uni chaqalog'i Kisin. Undan guvohlik berishini so'rang. Kisin, gapir. Alloh senga nimani o'rgatgan bo'lsa ayt. Kisin, tilga kir. Men Robbimning so'zlarini uning izni bilan aytyapman. Agar ko'ylak old tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybsiz, Yusuf aybdor. Agar ko'ylak orqa tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybdor, Yusuf esa aybsizdir. Qanday qilib gapirding, Shirintoyim? Zulayho meni ko'z yoshlari